Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 25-iyul kuni Omskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni muzlatib qo'yishni taklif qildi. To'qayev Yevropa va AQShdan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi nizoga oid ko'plab signallar olayotganini aytgan. U Qozog'iston Ukrain xalqiga, uning madaniyati va tiliga har doim hurmat bilan munosabatda bo'lganini ta'kidlagan. To'qayev ushbu nizoning mohiyati ko'pchilik, jumladan Qozog'istondagilar uchun ham oxirigacha tushunarli emasligini qayd etgan. Shundan so'ng To'qayev nizoni muzlatib qo'yish taklifini ilgari surgan. Modomiki menga murojaat qilishayotgan ekan, bu shunchaki mening kamtarona fikrim, balki bu nizoni allaqachon muzlatib qo'yish va Istanbul formulasiga qaytish kerakdir, chunki u yerda sezilarli natijalarga erishilgandi va shundan so'ng tabiiyki katta davlatlarning, jumladan Rossiyaning kafolatlari ostida intiqlik bilan kutilgan tinchlik sari oldinga harakat qilish lozim degan Qozog'iston prezidenti. Keyinroq Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Putin bu taklifni rad etganini aytib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, harbiy harakatlar faqat Rossiya o'z maqsadlariga to'liq erishganidan keyin to'xtatilishi mumkin.